Chaqaloq miyasi hayotining ilk daqiqalaridan shakllanishni boshlaydi. Agar bu vaqtda kislorod yetishmasa, perinatal gipoksiya. Bu perinatal davrda bosh miya kislorod yetib bormasdi. Tibbiy nomi bilan aytilganda esa gipoksik ishemik ensefalopatiya. Kislorod kamayganda miya hujayralari energiya ishlab chiqara olmaydi. Energiya ishlab chiqara olmagan neyronlar esa shikastlanadi. Eng ko'p zararlanadigan qismlar bu harakat, diqqat, xotira uchun mas'ul qismlar hisoblanadi. Bu nimaga olib kelishi mumkin? Bolalarda cerebral falajik rivojlanishi mumkin. Bolalarda epilepsiya kuzatilishi mumkin. Bolalarda aqliy nutqiy kechikishlar kuzatilishi mumkin. Maktab yoshida esa xotira, diqqat yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Ya'ni masala faqat tug'ruq payti bilan tugamaydi. Bu bolaning kelajakdagi rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Muhim jihati shundaki, bu vaqtga bog'liq masala. Agar erta aniqlanib, davom muolajalar to'g'ri olib borilsa, miyani himoya qilish imkoniyati mavjud. Agar siz ota-ona yoki tibbiyot xodimi bo'lsangiz, bu ma'lumotni saqlab qo'ying va boshqalar bilan ulashing. Va shu kabi foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling.